Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar. Davlat tomonidan qo'yilgan Toshkent Krasnodar направлениyasidagi reysimiz xudo xolasa mana chiqib ketmoqda. Xudo xolasa muntazam ravishda haftaning seshanba hamda juma kunlari reyslar o'z vaqtida amalga oshiriladi. Birozgina vaqtlarda Checheniya vaqt bo'lishi mumkin, 1 soat, 1,5 soat. Apazdan, lekin to'lsa to'lmasa yuradi. O'zbekiston nomeridagi avtobuslar. Oldin Qozog'iston rossiyskiy nomerda chiqardik, borib pasportimizni olib qo'yishardi, kutardik, 1-2 chiqib ketdilar. Lekin hozir premi O'zbekistonda o'zini o'tiryapmiz. Shunga ham biroz Xudoga shukr deyilarish kerak. Shunday sharoitlarni qilib berayotgan yurtboshimizga rahmat aytaveraylik. Nolurmasdan, akalar, ukalar, mana narxlari nech pul berdi aka? Assalomu alaykum. 915 ming so'm to'lab qo'ydingizmi? Как положено. Oldin Qozog'iston nomeriga ketgansiz. Siz nech pul berdingiz akajon? 915 ming so'm berdingizmi? 5 ta oling. Kim ketmoqchi bo'lsa, mana akalarimiz ketyapti. Qaraysiz aka? Yaxshimi? Nech pul to'lab qo'ydingiz aka? 915 ming so'm, yaxshimi? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Devушка-xon, как dela? O'zbekcha bilasizmi? Mana sinimiz ketyapti, avtobus yoqdimi sizga? Tavsiya qilsa bo'lar ekanmi? Mana kim ketmoqchi bo'lsa, shunday komfortabelniy avtobuslar. Mana Sergeleyskiy birata